Assalomu alaykum hammaga. Cherry Ariza 6 Pro mashinasi oldim o'tgan yili. Ikkita asosiy muammosi variator korobkasi tepada и avtohold funksiyasi, tirbandlikda tormozsiz o'zini ushlab turadigan funksiyasi tirillab ishlayapti. Shu hujjatlar o'tgan yili oluvdim mashinani 11-sentyabrda ko'rayotgan bo'lsa kerak. 11-sentyabrda olganman. Bugun bizda 12-iyun ekan. И shu kungacha mana 8 oymi 9 oymi qancha o'tdi, hech kimga shu mashinani isbotlab bera olmayman aybi borligini. Rudel menga sotgan dilerga ham, ADM o'sha zavodiga ham, sudga, keyin hamma tashkilotlarga, iste'molchilarni himoya qilish, prokuratura, portal juda ko'p joylarga yozdim. Muammo bor, lekin muammoni imенно defekt hech kim yozib bermayotgani uchun mashinani menga na zamena qilib berisha olmayapti, qilib berishmayapti, точнее, не хотят. И na bu mashinani pulini ham qaytarib berishmayapti. Hozir bir chekkadan hamma muammolarni aytib o'taman. Itak pinok beryapti variator, avtohold tirillab, dovush chiqarib ishlayapti. Nima qildim men? Birinchi bo'lib mashinani shu ko'rsatgandek 11-sentyabr kuni xarid qildim. 5 kundan keyin 16-sentyabrda murojaat qildim. Rudelga, то есть это Rudel Sergelidagi servisga murojaat qildim. Клиент обратился в такой-то сервис с жалобой на пинок в коробке при перемещении на низкие передачи. Tirbandlik turayotganda и mashina уже to'xtashga yaqinlashayotganda bitta pinok beradi, keyin to'xtaydi. И mana avtohold tormozni bosasiz, funksiya tiriladi. Как ABSdagi отдача beradi. Bu ikkita muammoni men ularga aytdim 16-sentyabrda. Ular aytdi, 2000 kilometr yuring. Zamena masla kelganingizda biz bu muammoni yoki qilib beramiz yoki o'zi ketadi, o'zidan o'zi ketib qolar ekan. Bir oyu ozgina o'tgandan keyin 24-oktyabrda keldim. Опять обратился по такой-то проблеме, адаптация сделали. 4000 kilometr yuring deyapti. Men bitta 2000 dedi, bir oydan keyin 4000 yuring deyapti. Bu yerda o'zi men ular bilan talashishni boshladim. Nimaga meni futbol kop to'xtash olsalar, 2000 yuring deylar, dedilar, 4000 yuringlar deylar, keyin 40000 deysalar, u o'zi mashinani sotib yuboraman, o'zi bu muammolar hal bo'lmayapti. Bu moya almashtirish yoki kapkatga aloqasi yo'q. Sootvetственно, ular отказ qilishdi. Mana men murojaatimdan keyin majburiy men keyin hamma tashkilotlarga через portal yozishni boshladim. Ulardan xat oldim, Rudel o'zidan noyabrda oldim. Ular menga yozib beryapti. Все узлы агрегатор работает в исправном виде. Aynan dedim. Iste'molchilarni himoya qilish agentligiga yozdim. 4-xatdan bular отказ qilib yururdi. Oxiri menga ular отказ qilgani sababini tushuntirdi. Оказывается, bularga ekspertizani xulosasi kerak. Sulaymonov davlat imeni государственный ekspertizasi kerak ekan. Ekspertiza qildim o'zimni hisobimdan. Shuncha asab pul ketdi menda. Mayli ekan, buni ham borib qildirdim. Bo'ldi, mashinani videoga rasmga olishdi, ekspertizani xulosasini berishdi. Endi xulosasida defekt yo'q so'zi. Shuning uchun bu xulosa bir tiyin bo'ldi. Mana yozib berdi. Shu 1 soat haydadik mashina 20 marta to'xtaganda 4 marta silkinish kuzatildi. 20 tadan 5 marta o'sha boshlash vaqtida tovush chiqdi. Mana bu zvuk chiqdi avtoholdda. Orada ADM Asterga murojaat qildim. Bu rohatdagi servis. Bu xodimlar ancha yaxshi. Ular 11-dekabrda mashinamni qabul qilishdi, ko'rib chiqishdi, chunki men u yoqdagi servis bilan kelishmaganimda ular call center meni bu servisga jo'natdi. Mana yozyapti ular, klient murojaat qildi, korobkada muammo bor, avtohold ishlamayapti, pinok beryapti, avtohold оборот повышается и tirillab ishlayapti deb mana menga dokument beryapti. 11-dekabrda bo'lyapti. Bular bilan gaplashamiz, kelishamiz. Xullas ular Xitoyga jo'natdi. Videoni olib 5-6 marta bordim servisga, sarson bo'lib. Oxiri 24-dekabr 13 kundan keyin ular korobkani va nihoyat almashtirib beryapti. Lekin rezultat bermadi. Xuddi shunaqa tepkilish, xuddi shunaqa avtohold ishlayapti. Avtohold pomoz teshmadi ham shekilli. Birinchidan, keyingi gapimni boshlashimdan oldin men aytmoqchimanki, o'sha xodimam Begzod menga yordam berdi, anaqada rohatdagi servisda korobkani almashtirib berishga, zaявкani qabul qildi. O'sha rahbariyat ham ularga minnatdorman, rahmat, ulardan roziman, ularga muammoim yo'q. Lekin bitta gapda, mana 2+2 4 bo'lish kerak-da, 5 bo'lish kerak emas, 3 bo'lish kerak emas. Murojaat tushdi, korobkani almashtirib berdinglarmi? Nima bo'lish kerak? Barobar nima natija bo'lish kerak? To'g'ri, natija ijobiy bo'lish kerak, salbiy emas, отказ bo'lish kerak emas yoki muammo hal bo'lmasa biz harakat qildik demak bo'ldi, biz krasavchikmiz deyish kerak emas-ku kompaniya. Chunki yana sudda ham yuristlar aytdi, biz sizga korobka almashtirib berdik-ku, menga summalarni aytdi, biz 47 million rasxod qildik-ku deyapti. Nima xato qilgan bo'lsanglar, pinok beryapti, korobka pinatsiya qilyapti, avtohold bariga tirilib ishlayapti. Xullas, ular almashtirib berishdi, ular korobka almashtirib berishdi, lekin rezultat bermadi.
keyin man 9-da уже sutga berishdan oldin Sulaymanovaga borgandan keyin sutga berishdan oldin men yana bitta ulardan olma xat 9-yanvarda уже mana shu yili endi qarang nima deb yozyapti ular konkretno o'zini gapi bilan pechat bilan yozyapti. Mashinada rivok bor торможенияda deyapti. Неправильно, noto'g'ri ishlayapti, avtohol deyapti. Korobkani almashtirib berdik deyapti gidrotransformator bilan. Qarang mana eng katta joy. No это не помогло deyapti. Yordam bermadi deyapti. Baraka topkurlar o'zinglar yozyapsizlar-ku, o'zinglarning firmenniy blankinglarda, что biz sizga almashtirib berdik, biz qilib berdik, yordam bermadi. Taniyapsizlar-ku. Sudda ular aytishyaptiki, bu klientni gapi просто. Bu просто biz yozib qo'yamiz. Lekin ular unda o belgisi bilan yozyapti. Mayli, birinchida klient обратился desa, bunisida lekin ular aytibdi. Almashtirib berdik, rezultat bermadi. Это не помогло deb yozib beryapti. Meni gapimni aytmadim, u gapni вообще aytmadim. Men просто menga mashina ko'rib bitta xulosa oxiriga beringlar, bo'ldi sudga boraman deb aytdim men ularga. Shu narsani ular yozib beryapti. Izoh qilamiz. Mashinani olganimda, mashina yangi edi. Shartnoma bo'yicha, garantiya bo'yicha mashinani summasini salon to'liq qiymatda olib sotdi. Shuncha joylarga bordim, murojaat qildim, ko'rdinglar. Xarajatlarimni aytib o'tsam, Sulaymanovaga ekspertizaga 4 million ketdi, 3-4 million ketdi yuristga konsultatsiya uchun. Benzinga ketdi, bilmadim, kilometrda aytaman, 1200 kilometr ketdi. Qoraqamishda turaman, Qoraqamish Sergeli, Qoraqamish anaqa sud ekspertiza, sud kelgan advokatga bordim, kelgan rohatli servisga ko'p qatnadim, boshqa joylarga bordim. Asabim, vaqtim, hech narsa hal bo'lmadi. 2-3 ta narsani yana aytib o'taman, muammolarni. Ayrim paytlarda mana shu videoning oxirida yana video qo'shib qo'yaman. 800 kilometr ko'rsatdi, mashinani zapravka qilgandan keyin 800 kilometr yurib beradi deb menga kilometraj ko'rsatdi. Muammo ko'rsatgan raqamlarda emas, muammo 800 kilometr qotib qoladi. Keyingi zapravkagacha pistolet tiqib, benzin quygunizgacha shunaqa qiladi. Ko'chada 1-2 marta shunaqa qolib ketdim. 800 kilometr ko'rsatdi. Aslida u 800 kilometr yurmaydi. 200 ham, 300 ham, 400 ham yurishi mumkin. Servis tegiliga borsam, servis tegili menga yana ko'p to'q qilib, mana jinni qilib, короче, noto'g'ri benzin qo'yib qo'ydingiz. 92 ni yaxshisidan quymadingiz, o'shaning uchun datchik ishlamay qoldi deb manaqa atmosga qilib borishdi. Ikkinchisi rasxodi katta bo'lib ketdi. Hozir men trassada yurganim uchun 806, lekin bu vasha shkal rasxod aslida bu mashina pasport bo'yicha ham, anaqasi bo'yicha ham sotayotgan paytida ham bular aytishgan 7-8, uzog'i 8 ta 7 aka degan menga sotuvchi. Men shu gapim qulog'imda qolgan. Rasxodi yozda konditsioner bilan 10 ta, konditsionersiz 9-9,5 ta, sovuq paytda где-то 12 ta, 12,5, 13 ta edi. Yana bitta narsa, tonirovkani orqa eshu ikkita imamini men salonni qildirdim. Ular aytishdi, что mana bizda qildira qoling, ko'chada qildirsangiz, dernov karta ochiladi, boshqa qiladi. Durib bu narsani yechib qo'ysa, garantiyasi kuymasin deb hop qildirdim. Palon pul oldi, 3 barobar ko'p qimmatroq pul olishdi, 780 ming so'mga olishdi. Mana bunaqa narsalar paydo bo'ldi. То есть это как называется на русском? Скол или что? Hamma yoda bor. Сразу chiqdi bu narsalar. Bordim, aytdim, joyda, yoki ketadi, bu ichida havo kirdi, ketadi deb aldadi. Mana 10 oy kim qilgan bo'lsa ham, shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, yoki mana ketmadi. Gap yo'shingizga. Mana bu temirim do bukilar ekan. O'sha bukilgan tufayli mana bu yerda qirib tashadi u. Ben boshida bu nima g'ichirlayapti deb aytsam, bu shotkadan deyishdi menga, shotkani bor almashtirdim. Shotkani по гарантии qilib berishmadi esa, men 300 mingga o'zim shotkamni oldim. Оказывается, bu mana bu temiri zavodga mana qiyshuv chiqqan ekan. Bu mana bu o'zi qiyshuv edi, sal bundoq bukilsa, sal ishlayotganda o'sha qirib tashlar ekan bu. Xullas, mana bu qirib tashadi. Mana buni ham hozir men borib endi ustaligini ko'rsatishim kerak, buni to'g'rilash kerak. Servisdagilar bilmay ekan bu narsani qilib bera olmadi. Ko'chada просто mana qilib odam ketayotdi. Aka, men bundan bo'ladi deb menga to'g'rilab ketdi. Men qoyil qolaman, настолько неквалифицированный профессиональный odamlar o'tiradi servisdagilar. Servisda. Keyin bitta narsa, men bitta ikkita kolodka, o'tda ikkita kolodka. Anaqa g'ichirlashni boshladi. Sal yurgandan keyin g'ichirlashni boshladi. 1000 kilometrmi, 1,5 kilometrdan keyinmi olib bordim.
nima ekan bu, to'g'irlab berasizlarmi, nima qilasizlar deb ko'rsatsam, bo'ldi, buni ikkita kalotka o'tdi, ikkita kalotka o'tdi, yonini chaqlaymiz, qilib beramiz, yaxshi yuradi. Haqiqatdan ham qilib berdi, yaxshi yurishni boshladi. Birinchi savol, nimaga bu narsa g'ichirlayapti, keyingi boshladi. Ikkinchi savol, eng qizig'i, mendan pul olishmoqchi bo'lishdi. Olishdi ham 480 ming menga naryad, zakaz naryad berishdi. Ona ofitsialniy g'ichirlashini qilib beramiz, bu garantiyni holatga kirmaydi ekan. Talashib bu yoq hayva ko'targandan keyin buni 240 ming yarmini qilib berishdi. Xullas, bu video cho'zilib ketdi. Men bu videoni mana shunaqa batafsil yozdim, o'zimni charchatib, mana shu narsani hammasini formulировать qilib, sababi birinchi videoyimda ma'lumot minimalniy, o'tda ko'rinmayapti, nima ishlar qilindi, qayerga murojaat qildim. Hozir spetsialniy dokumentlarni ham ko'rsatdim. Xronologiya все рассказал, qayerdan boshladim, qayerda tugatdim, kim nima javob berganini. Sababi, iltimos, mana shu videoni batafsil ko'rganlar, oxirigacha ko'rganlarga birinchidan rahmat, ikkinchidan ko'rganlar iltimos menga tavsiya beringlar. Nima qilay, qaysi tashkilotga murojaat qilay, qay tarzda kompaniyaga yetkazib berishdi, mana shu mashinani almashtirib berishsin ular. Nima richak bilan, nima o'sha bilmayman, qaysi qurol bilan men hozir borib ozgina bo'lsa ham mana shu расходlarimni восстановить qilay, mashinani almashtirib berishsin, pulimni qaytarib berishsin, bilmayman qaysi variant. Iltimos murojaat qilaman. O'sha mana hozir mediaga, точнее, sotsial setlarga, ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilaman, chunki meni kuchim qolmadi. Yuzimdan ham, gapirayotganimdan ham shuncha dokumentlarni ko'rdinglar, ko'rsa bo'ladi. Men kuchim qolmadi. Men hozir nima qilishni bilmayapman, lekin bu mashinani men haydagim kelmayapti. Bu mashina uyda yotibdi. Men taksida yuribman. Men haligacha ham mashina bir ikkita joylarda salafanlar turibdi. Iltimos, Cherry olib ketinglar mashinalarni. Shuncha biz tashkilotlar bilan uchrashdik, sudda ham bo'ldik, o'zingizlar territoriyalarda bo'ldik, o'tgan murojaat qildik, alohida telefonda ham, перепискаlarda ham realni juda ko'p joylarda sizlar просто o'zingizlarni himoya qilasiz, lekin yomonligim kelmayapti brendni. Balkim qolganlarda yaxshi mashina, menga sotgan mashinalar bo'lmaydi. Menga bu mashina yoqmayapti, men mashina haydagim kelmayapti. Bozorga qo'ysam 15 ming berishyapti. Mashina 7 ming, 8 ming hali yurmagan, 15 ming berishyapti menga. Рассрочкаga 17 ming 3 yilga berishyapti. Вот как так вот, men mashinani uncha haydabadim даже. И mashina 21 mingga aylanyapti menga. Iltimos, yordam beringlar.